Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Angren Music kanali ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi kunda trend bo'layotgan mavzulardan biri, ya'ni sun'iy intellekt bilan qo'shiq chiqarishning bir bo'lagi bo'lgan ovoz modellashtirish, ya'ni klon qilishni bugun sizlar bilan gaplashib, tushuntirib, obzor qilib beraman. Bugungi videomizda ikkita kompyuterni, ya'ni minimal kompyuter bilan maksimal kompyuterni qanchalik tezligi, qanchalik farqi va ovozni modellashtirishda qancha farq qilishlarini birgalikda sizlar bilan ko'rib, obzor qilib, test qilib ko'ramiz. Hozir menda ikkita kompyuter bor. Sun'iy intellekt bilan ishlashda minimal kompyuter bilan va maksimal kompyuter bor. Ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Qaysi biri qancha farq qiladi tezlikda va ishlashda. Ko'pchilik menga beradigan savollarga bugun javob olishi mumkin. Mana notebook turibdi oldimda va sistemli blok, case'ga yig'ilgan sistema turibdi. Ikkalasini hozir xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Qanaqa xarakteristikaga ega va o'sha xarakteristikada ovozni klon qilib ko'ramiz. Qancha vaqtda klon qilishni. Bu ovozni klon qiladiganimiz ham kompyuterni kuchi bilan ishlaydigan programma orqali qilamiz. Mutlaqo bu bepul, xohlaganinglarcha, xohlagan nastroykada ovozni modellashtirsanglar bo'ladi. Lekin hozir bugungi videomizda mana shu qanchalik tez bo'lishini minimal kompyuter bilan va maksimal kompyuterni farqini ko'rib chiqamiz. Demak, notebookdan boshlaymiz. Ko'pchilik savol beradi menga, notebook ham bo'ladimi? Qanaqa kompyuter bo'lishi kerak deydi. Men hozir birinchi aytib o'tib ketaman. Minimal kompyuter sun'iy intellekt bilan ishlash uchun qanaqa bo'lishi kerakligini. Bu ovoz uchun, video yo foto uchun emas. Ovozni misol klonlash uchun, ovozni o'zgartirish uchun minimal kompyuterning kuchi, operativkasi 16 giga bo'lishi kerak. Protsessori Core i3 yoki Core i5 kamida bo'lishi kerak. 10-avlod yoki 8-avlod bo'lishi kerak. Kamida bu minimalli. Video karta Nvidia'dan kamida 6 giga bo'lishi kerak. GTX dan yoki RTX dan. Video kartani ko'pchilik hali bilmaydiganlar bor. AMD video karta ham bo'ladi. Ya'ni RX shunga o'xshagan video kartalar bo'ladi. U video kartalarni sun'iy intellekt qabul qilmaydi. Ularda koda yadrosi bo'lmaganligi uchun uni qabul qilmaydi, qo'llab-quvvatlamaydi. Shuning uchun u AMD dan video karta sun'iy intellektga to'g'ri kelmaydi. Nvidia dan faqat to'g'ri keladi. Nvidia GTX yoki RTX dan. GTXlar endi eski avlod, ular uje chiqmayapti. RTXlar uje 50-seriyaga kelgan, 20-seriyadan 30, 40, 50-seriyaga kelgan. Hozirgi mana kompyuterimiz, notebookimizni xarakteristikasi bu minimal kompyuterda hisoblaymiz, chunki bu minimal darajadagi kompyuter. Ko'rishimiz mumkin, protsessori Core i5 13-pokoleniya, 13-avlod va 16 giga operativka. Bundan tashqari video kartasi ham bor. Video kartasini ko'rishimiz mumkin. Nvidia dan RTX 3050 6 GB video kartasi bor. Bu hozir aytib o'tganimdek minimal kompyuterga kiradi uje. Bunda ishlasa bo'ladi. Kamida kompyuterimiz shunaqa bo'lishi kerak, shunaqa quvvatda bo'lishi kerak. Bundan pastida uje misol uchun video kartamiz 4 GB bo'lsa yoki operativkamiz 8 GB bo'lsa, ishlamasligi mumkin. Birinchi katta ehtimol bilan uje qo'llab-quvvatlamaydi, ishlamaydi yoki ishlasa ham juda sekin tashlab yuboradi. Bu degani misol hozir bitta qo'shiqni siz 2 minutda qilayotgan bo'lsangiz, u 2 soatga cho'zilib ketib, shunaqa ishlamay qoladi. Shunaqa muammo bo'ladi. Shuning uchun minimal kompyuter mana shunaqa ko'rinishda, mana shunaqa kuchda bo'lishi kerak. Demak, Nvidia dan RTX 3050 seriyadagi 6 GB lik video kartamiz bor bu notebookda va 16 giga operativka. Protsessorimiz Core i5 13-avlod. Bu minimal kompyuterimiz. Endi maksimal kompyuterimiz bu case'ga yig'ilgan. Bu hozir ko'rganimiz notebook edi. Endi case'ga yig'ilgan kompyuterimizning xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Bu kompyuterimizni ko'rishinglar mumkin. Core i9 14-pokoleniya, 128 giga operativka, undan tashqari video ko'rishimiz mumkin. RTX 5090 seriya 32 GB bo'ladi bu. Bu degani video kartani RTX ni oxirgi versiyasi, ya'ni 5090 32 GB bundan baland hali chiqmagan RTX dan
Endi bor u Tesla shunga o'xshagan eski video kartalar bor 90 giga, ular bu anonga kirmaydi, ular serverniga kiradi. Bunaqa kompyuterga yig'iladigan oxiri RTX 5090 32 GB. Va protsessorimiz ham Intel Core i9 oxirgi pokoleniyasi, oxirgisi bu ham operativkamiz 128. Bu уже достаточно, 64 ham уже достаточно. Bu 128 уже umuman hamma ishda deyarli уже bu kompyuterda qilsa bo'ladi. Demak, ko'rishimiz mumkin, minimal kompyuter bilan maksimal kompyuter bor hozir bizda. Endi bunda programma orqali ovozni modellashtirib, ya'ni klon qilib ko'ramiz. Qancha vaqt oladi, qancha vaqtda bo'ladi ikkalasini farqi orada qancha bo'ladi. Ya'ni, misol minimal kompyuter bilan ishlasa ham bo'ladimi yoki kompyuterni kuchliroq qilish kerak degan narsa bo'ladimi? O'shani test qilib ko'ramiz. Men bu narsani hali sinab ko'rmaganman. Hozir birgalikda endi sinab ko'ramiz. Menda уже programmalar tayyor, ikkita bir xil ovoz bor menda уже. Ko'rishimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin, ikkita ovoz bor menda. 16 minut emas, 19 minut. Почти 19 minut. 18:46 sekundli ovoz bor. Почти 19 minutli ovoz bor menda. O'sha ovozni hozir biz programma orqali minimalda sinab ko'ramiz. Minimal настройкада ovozni klon qilib ko'ramiz. Minimalda qancha vaqt ketadi. Keyingi videoda men maksimal bilan minimalni farqini sizlarga ko'rsatib, sifatini beraman. Hozir minimalda qilib ko'ramiz buni. Tak, mana do'stlar, настройкаларni sozlab oldim. Hammasini minimalga to'g'irladim. Endi start qoldi xolos. Ikkalasiga bir vaqt hozir start beramiz. Bosaman, naучить обучениeni bosaman va qaysi biri qancha vaqtda tayyor bo'lganini ko'ramiz. Qancha vaqtgacha. Ikkalasi ham bir xil programma, ikkalasi ham bir xil настройка, ikkalasiga ham bir xil ovoz, bir xil uzunlikdagi ovoz. Endi ish jarayoni ikki xil kompyuterning kuchi bilan, bittasi baland, kuchli kompyuter, bittasi minimal, maksimal bilan minimalni orasida qancha vaqt farq qilishini hozir ko'rib chiqamiz. Demak, ikkalasiga bosamiz. Ko'rishimiz mumkin, vaqt ketdi. Endi bu yog'iga kutamiz va natijani ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 time went by. Still no sign of you. 1, 2, 3, 4, 5, 6 promises left behind untrue. If you return, we could build a life I'd never let you down. If you return, I would trade my scars just to keep you around. Love, this feeling's taking over me. Love, this feeling's taking over me. 1, 2, 3, 4, 5, 6 endless nights.
Mana do'stlar, ko'rishimiz mumkin maksimalniy kompyuterimiz bilan va minimalniy kuchdagi kompyuterimizni qanchalik farq qilganini. Maksimalniy kompyuterimiz 19 minutli ovozimizni где-то 20 minut atrofida modellashtirib berdi. Minimalniy kompyuterimiz esa 2 soat atrofida modellashtirib berdi. Bu degani 6-7 barobar kuchliroq va tezroq qilib berdi maksimalniy kompyuterimiz. Shunaqa darajada farq qilyapti. Bu juda ham katta farq. Bu kompyuterimizni narxida ham farqi juda katta. Buni ham hisobga olishimiz kerak, inobatga olishimiz kerak. Mana shundan ko'rishinglar mumkinki, minimalniy xarakteristikadagi kompyuter bilan maksimalniy xarakteristikadagi kompyuterning farqini ko'rdinglar. Shundan xulosa qilib o'zinglarga kompyuterni to'g'rilab, byudjetga qarab yig'sanglar bo'ladi. Lekin mana bu minimalniy kompyuterdan yana ham minimallashtirilsa, u unda ishlamasligi mumkin. Chunki videokartaga, operativkaga bog'liq. Bu yoqda hozir maksimalniy darajada ishlab berdi operativka, videokartalar. Shuni hisobiga bundan pastida bundan slabiyroq kompyuterda bu ishlamasligi mumkin. Avtomatik отказ qilib yuboradi. Shuni hisobga olamiz. Endi yana bitta narsani hozir shu video davomida sinab ko'rishimiz mumkin. Endi ovozni o'zgartirib berishga qancha vaqt ketadi? Ya'ni o'sha modelimiz tayyor, bizda modelimiz bor. Endi o'sha modelimizni boshqa bironta qo'shiqdagi ovozga o'zgartirishiga qancha vaqt ketishini ham hozir birgalikda sinab ko'rsak bo'ladi. Hozir bizda index fayl bilan PTX faylimizni tayyorlab berdi. Buni misol uchun olib turib boshqa programmada ishlatsak ham bo'ladi yoki shuni o'zida ishlatsak ham bo'ladi. Hozir shuni o'zida endi ovozni boshqa ovozga o'zgartirishga qancha vaqt ketishini ko'ramiz. Bunga o'zi ko'p vaqt olmaydi. Shuni ham hozir farqini ko'ramiz. Xo'p, mana do'stlar, qo'limda ikkita mishka turibdi. Ikkala kompyuterda bir vaqtda bosaman mishkani, ikkalasi ham bir vaqtda generatsiyani boshlaydi va qancha vaqt farq qilishini va qancha tezlik bo'lishini ko'ramiz. Mana ketdi. Ko'rishinglar mumkin, katta kompyuterimizniki bo'ldi, где-то 5 sekundami ko'rishga ham uspet qilmadim to'g'risi. Bunisi hali mana 12, 13, 14, 15 sekund ketyapti hali. Narigi tayyor bo'ldi. Bu 20 sekundda bu bo'ldi. Narigi где-то 4 sekundmi, 5 sekund atrofida, to'g'risi точноsi ko'rishga uspet qilmadim. 5 sekundda bo'ldi. Va ovoz generatsiyasida ham, ovozni o'zgartirishda ham shunaqa darajada farqi bor. Основной kerakli narsa ovozni modellashtirishda shuncha farq qilyapti. Shuni ko'rdik. Bugungi videomiz o'zi mana shu narsani test qilishdan iborat edi. Buni qilib ko'rdik. Endi keyingi videoda men sifatini ko'rsataman. Hozir bu yoqda eshitib, buni sifatiga baho berib o'tirmaymiz, chunki eng minimal sifatda ovozni modellashtirdim. Keyingi yana bitta video chiqaraman. O'sha videoda minimalniy ovoz modeli bilan, sifati bilan maksimalniy sifatini farqini ko'ramiz, qanchalik farq qilishini. Va bizda ovozni modellashtirish xizmati bor, ko'rishinglar mumkin. Mana 20 minutda 19 minutli ovozni modellashtirdim. Shunga o'xshab sizlarnikini ham 10 minutli ovozlarni где-то shu 10 minut atrofida tayyor bo'ladi. Shunaqa tez kimga kerak bo'lsa ovozlarni modellashtirib berishimiz ham mumkin. Kimdadir shunaqa kompyuteri bo'lmasa, sharoiti bo'lmasa, ovozni modellashtirib berish xizmati bor. Albatta bu pulli, unaqa qimmat emas. Telegramdan aloqaga chiqasizlar, ovozni jo'natasizlar, to'lovni qilasizlar va o'sha ovozlarni tez vaqt ichida modellashtirib berishimiz mumkin. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat, kuninglar xayrli o'tsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.